Bismillahirrahmanirrahim. Zudlik bilan hozir nima qilamiz? Darsni boshlaymiz. Xo'p. Xo'p, bugun am is are to be ni o'tamiz. To be degani bu bo'lmoq degani. Noto'g'ri fe'llar shaklida birinchi o'rinda turadi. Bu hozirgi zamon 3 ta shakli bor. Am is are. Bu kasblarda ishlatiladi. She is doctor, she isn't a nurse. U hamshira emas, u doktor. Ob-havoga nisbatan ishlatiladi. U issiq, ob-havo ya'ni sovuq emas. Keyin sifatlar bilan ishlatiladi. Poor, kambag'al emas, rich boy va hokazo. Qisqasi shunaqa gaplar. Endi pastga tushamiz. Jadval berib qo'ygan. Bu jadvalda nimalar bor? I ga am bo'ladi. Ya'ni to be ni 3 ta shakli bor dedik. O'sha am I ga ishlatiladi. Bu men bo'laman degani. Bo'laman. Endi bo'laman. Mana bu yerda nima bo'lyapti? Bo'laman bo'lsa, bog'lama bo'lyapti. O'zbek tilida bog'lama bor. Man, sandir, bo'laman, bo'lasan, bo'ladi. Nima? U baxtlidir, u nimadirlar, hokazo. Endi xo'p, davom etamiz. He, she, it is, qisqartma shakllari his, she's, it is. We use they ga are. Mana bu u erkak kishi, she, ayol kishi, it jonsiz narsalarga va hayvonlarga is ishlatiladi. Inkor shakli bor. Am not, is not, are not. Qisqartma shakllari ham bor ekan. Qarang, I am shu yerga e'tiborli bo'lasiz. I am not faqat bitta shakli qisqartmasi bor. Bularda ikkitadan. Sababi bularda not ni ham nit qilib turib qisqartib olsak bo'ladi. Otni tushirib qoldirib. Yo bunaqa shaklda, yo bunaqa shaklda ishlatasiz. Ikkalasini birdasin ishlatmaysiz. Xo'p, bu yoqda misollar beryapti. Can you close the window please? I am cold deyapti. Derazani yopa olasizmi iltimos, sovqotyapman. Men bu yerda bitta rasmcha berib, misol ham berib qo'yibdi. Men itlardan qo'rqaman deb. Xo'p. Pastga tushamiz. Xo'p, pastda. Xo'p. O'chirg'ich bilan o'chirib tashlaymiz. Mana bu ekranchamiz surilib qolaveradi bo'lmasa. Xo'p. Endi bu yerda that is, there is, here is qisqartma shakllar bilan berib qo'ygan. That is degani bu degan ma'noda. That uzoqdagi narsaga. There is degani bor degani. Here is bor, shu yerda degani. Thank you. That is very kind of you deyapti. Sizdan juda minnatdorman bu mana buga deyapti. Look, qara, there is George. George bor deyapti. Xo'p. Endi o'chirg'ich bilan o'chirib tashlaymizda mashqlarga o'tamiz. Mashqlarni qisqa tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchisida juda oson qisqartma shakl. Boyagi jadvaldagi qisqartma shakl mana bu yoqda. Mana bu jadvaldagi qisqartma shakl qilamiz. Mana birinchi tomoni bu pozitivdagi qisqartma shaklda qilamiz. Qarab bajarsak ham hech narsa qilmaydi. Keyin mustahkamlab kuchaytirib olsak bo'ladi. Endi ikkinchisi o'sha not shakli bor. Notni qisqartmasi bor. O'shani to'liq shaklini yozishimiz kerak. Notdagi o'ni qo'shishimiz kerak. Yoki boshqalarda mana bularda are, mana bularda isn't, she'slar bor. O'shani i'larni qo'shishimiz kerak. Mana bu yerda gaplar qo'shamiz. Ob-havoga is bo'ladi. Cases deyapti. Bu yerda are bo'ladi. Sababi ko'plik. Mana bu yerda shunga e'tiborli bo'lasizlar. My brother and I. Ikki biz deganda bu. Bunga are bo'ladi. I ga am bo'lmaydimi desangiz, yo'q, bo'lmaydi. Faqat I da o'zi kelsa am bo'ladi. Agar mening akam yoki
Anna va sen deb kelsak ham, masalan, Anna va sen deb kelsa, Anna and you deb kelsa ham are bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki ikki kishi. Hop. Yoki sen va Anna desa ham are bo'ladi, sababi ikki kishi. Ikki kishi ko'plik bo'ladi, are ishlatiladi. Xo'p, pastga tushamiz. My sister. My sisterga is bo'ladi. Xo'p, shuningdek qarang, Annaga is bo'ladi. Chunki Anna u, 3 kishi turgan bo'lsa, men, siz va Anna turgan bo'lsa, Annaga u deb murojaat qilamiz. Menga men, I, sizga you. Tushunarlimi? Xo'p, o'chirib tashlaymiz. Qisqagina. Yaxshi. Endi pastda gaplar. My shoes are bo'lyapti, ko'ryapsiz? Sababi shoesda s bor. My bed hech qanday s yo'q. Is qo'yasiz, cigarettes s bor, r qo'yasiz. I ga am bo'ladi deganmiz. Restaurant hech qanaqa s yo'q, r qo'yasiz. Mana shopsda s bor. Shopsdan keyin r qo'yasiz. Men aytgan so'zlardan keyin o'sha tugmani qo'yib ketasiz. Mr. Kelly's daughter. Daughterdan keyin qo'yasiz. Is bo'ladi. Mr. Kellyning qizi u ma'nosida. Houses s r qo'yasiz va qisqasi qolganini ham bajarib qo'yasiz. Xo'p, ko'plikka r bo'ladi. Shuni bilib qo'ying. Flowers masalan. Pastdagi gapni ham tushuntirib ketaman. Instruksiyada pozitiv va negativ gaplarni yozing deyapti. Masalan, 5-siga qarasangiz, Rome debdi, keyin in Spain deb. Ispaniyada emasda, Rome Italiyada. Shuning uchun is not deb qo'yasiz-da. In Spain deb davomini yozib qo'yasiz. I ga am bo'ladi. I am afraid of the itlardan qo'rqaman deb. Kanada is a very big country de, katta davlat deyapti. Kanada katta davlat, to'g'ri. Is deb qo'yasiz. Qisqasi qolganini ham hammasini qilasiz. Masalan, oxirida cats deyapti. Bu cats degan mushuklar degani. Mushuklar ko'plikda bo'lgancha r qo'yasiz. Tushunarli? Shu bilan tamom darsimiz. Keyingi dars, xudo xolasa, so'roq gap. M is R ning so'roq gapini o'tib beraman. Sog' bo'linglar, salomat